Tirikchilik kerakmasda. Nima? Aytyaptilarki, qulchilikka keldik. Assalomu alaykum. Ini hananaru kagiri. Lanoya. Nima? Sizlarda bir gul bor ekan. Bizda esa bir bulbul deyaptilar. Dumbul? Bulbul. Ha. Unda kuyov qani? Mana. Konnichiwa. Endi o'zlarini tanishtirsinlar. Qayerda ishlaydilar? Mana, chigi Mamota Shivaki. Ismim Mamamota. Shivaki kompaniyasida ishlayman deyaptilar. Mamamota? Ha. Mamaraymakanda. Shivaki Yaponiya kompaniyasida. Japan and Uzbekistan rivojlanishmoqda. Aytyaptilarki, Shivaki mahsulotlari O'zbekiston bilan Yaponiya hamkorligida ishlab chiqariladi. Xom ashyo Yaponiyadan, ishlab chiqarish O'zbekistonda. Zavod 2020-yilda ishga tushirilgan bo'lib, dunyoning yetakchi korxonalarining uskunalari bilan jihozlangan. Zavodda O'rta Osiyoda yagona bo'lgan tekshiruv laboratoriyasi mavjud. Korxonada o'z ishini ustalari faoliyat yuritishadi. Korxonada ishlab chiqarilgan har bir mahsulot yapon texnologiyalari asosida ishlab chiqariladi va tekshiriladi. Hay. Men ham katta qurilish kompaniyasining rahbariman. Katta maydonlarni sovutib beradigan konditsionerlar ham bormi bu Shivakida? Albatta bor. Hozir men sizga o'zim tushuntirib beraman. Shunaqa qilgin bo'lam. Shivaki brendi ostida professional sovutish tizimlarining barcha turlari ishlab chiqariladi. Fancoil odatda polga o'rnatiladi. Isitish va sovutish tizimlariga ega. Didingizga mos ravishda suratlarni joylashtirishingiz ham mumkin. Multisplit qulayligi shundaki, siz birgina agregat bilan bir necha konditsionerlarni ishlata olasiz. Chiller eng katta sovutish tizimi. Bu orqali restoran, biznes hamda savdo markazlari va katta hajmdagi binolarni bir zumda sovutib va isitib beradi. Bundan tashqari, kanal va kasseta turidagi shift ostiga o'rnatiladigan qulay isitish va sovutish tizimlari bor. Havoni boshqarish qurilmasi. Sanoat, ofis, mehmonxonalar, shifoxonalar haroratini isitish va sovutish hamda havodagi namlik miqdori, kislorod miqdorini nazorat qiladigan qurilma. Sovuqxona omborlari qurilmalari qishloq xo'jaligidagi barcha turdagi oziq-ovqat mahsulotlarini 12 oy davomida iste'molchilarga yetkazish va saqlash uchun mo'ljallangan. Zo'r-ku xotin. Men bo'lsam chet elga sovutish tizimlarini buyurtmoqchi o'tiribman. O'zimizda ishlab chiqarayotgan ekan-ku. Bo'ldi. Endi Shivakidan olamiz. Dadajon, o'zim sizga narxini kelishtirib olib beraman. Rahmat Shivaki bolam, rahmat. Nima? Shivaki yapon sifati O'zbekistonda. Kelin bola, zerikib qolmadingizmi? Qalb bunini o'ylamayapti. Uni o'rniga Shivaki mahsulotlardan bersangiz ham bo'laveradi. Ha, siz nima desangiz, chidab-da.